Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana prevyudan ko'rganingizdek, bugungi mavzuyimiz modal fe'llar. Modal fe'llarning umumiy qoidasi. Modal fe'llar 9 ta bo'ladi. Bular must kerak, shart, majburiyatni bildiradi. Can qila olmoq, could esa canning o'tgan shakli. Ya'ni qila olardi desak. May mumkin, ehtimol, ruxsat so'raganda ishlatamiz. Might ham mayning o'tgan shakli, xuddi can, couldni could canning o'tgan shakli kabi. Will xohish, irodani bildiradi. Shall taklif, tavsiyani bildiradi. Should maslahatni, ought to ham maslahatni bildiradi. Xulosa, maxsus modal fe'llar qoidalari. Ya'ni modal fe'llarning o'zining qoidasi bor. Modal o'zidan keyin as, ing va it olmaydi. Misol, I can understand movies in English. Men ingliz tilidagi kinolarni tushunaman. Hamma modal fe'llardan keyin bear infinitiv keladi, ya'ni verbni o'zi. Ammo ought to bilan doim to keladi, chunki bu uning qoidasi. Ulardan keyin do yordamchi fe'li ishlatilmaydi va shuning uchun savol va inkor qisqa javobi do bo'lmaydi. Masalan, may I come in? Kirsam maylimi? Ya'ni savol tuzganda do bilan tuzmaysiz. Modal fe'lni o'zi bilan savol tuzasiz. Keyingisi, xulosa, modallar zamoni bo'lmaydi, ammo ularning hozirgi yoki kelasi zamonni o'rnida fe'llar ishlatilinadi. O'shanaqa. Xo'p, keling endi ikkinchi rasmga qarasak. Bu yerda must kerak, lozim, shart degani. Modal fe'llarning farqi va qo'llanilishi. Must men o'zim qaror qildim desam, o'zim uchun kerak, tashqi ta'sir yo'q. Must va have to ni farqi. Have to va have got to tashqi majburiyat. Boshqalar majbur qiladi, tashqi omillar sababli shunaqa bo'ladi. Must majburman, have to shartman. Ya'ni shart bo'lsa. I have got to va have to kundalik gaplarda. Masalan, must bilan yana kuchli maslahat bersak bo'ladi. You must read this book at school. Ya'ni kuchli maslahat. I have to write the letter because it's my job. Men bu xatni yozishim kerak, chunki bu mening ishim desak, have to ni ishlatamiz, ya'ni tashqi ta'sir. Taxmin qilish. Must bo'lsa kerak. Must be a parent. Mana rasmda aniq berib qo'yilgan. Bu uning ota-onasi bo'lsa kerak. Can't bo'lmasa kerak. Ya'ni mustn't bilan aniq nima deydi? Taxmin qila olmaysiz. Ya'ni noto'g'ri deyish uchun can't bo'ladi. Can't be sister. Opasi bo'lmasa kerak. Needn't, must have done va boshqalari haqida. Needn't kerak emas. Can't inkor. Needn't have done shart emas edi, ammo qildim, afsus. I needn't have bought so much food. Must have done aniq bo'lgan ish, kuchli taxmin haqida gapirsak. She must have forgotten my birthday. U men tug'ilgan kunimni. Endi needn't kerak emas, shart emas. Hozir va kelajak uchun present va future needn't shart emas. Kerak emasligini ifodalaydi. Don't, needn't to, don't have to. Misol, farmers needn't buy any potatoes. O'tgan zamon past uchun didn't need to va needn't have done ishlatilinadi. Didn't need to o'tgan zamonda shart bo'lmagan ish, ya'ni bo'lmaydi. Needn't have done esa shart emas edi, ammo qildim, afsus. Xo'p, didn't need to ga misol, I didn't need to play tennis, so played football. Farqida bu. He didn't have eaten the food, but did. Xo'p, endi keling can va could haqida gapirsak. Can hozirgi va kelajak haqida tasvirlaydi. Hozirgi qobiliyat haqida can. Misol, men so'za olaman. I can swim. Could o'tgan va muloyim shaklda. Masalan, o'tgan zamondagi qobiliyatni bildiradi.
muloyim ruxsat so'rashda, ya'ni maylimi desak, misol, men 5 yoshimda suza olardim. I could swim when I was 5. Could va may keyinga nisbatan odobliroq so'raganda qo'llanilishi va boshqalari. Taxmin qilsak, must bo'lsa kerak, can't bo'lmasa kerak. Aqli bor. Must, inkor, can't, lekin mustn't emas. Ruxsat va taklif. Ruxsat so'rash uchun can, could, may va might'dan foydalanamiz. Maylimi? Javob yes you can, no you can't. Might rasmiy ma'noda. Taklif can, could, shall bilan beriladi. Derazani ochaymi? Birovga taklif bersak, shall we go desak, iltimos va maslahat. Iltimos request. Can, could, will, would, you. Men uchun salon qo'ng'iroq qiling. Samga qo'ng'iroq qiling. Javob of course, I'm sorry I can't deb javob bersangiz bo'ladi. Maslahat bersak, masalan, should, ought to va had better. Ought to majburiyat barobarida maslahat bersak. Was able to bir marta qilingan ish. He was able to climb the hill. Qila oldi. Bir marta qilgan. Holat fe'li could, understand, see. Xo'p, keling endi must va have to ni farqi haqida gaplashsak. Must, men o'zim qaror qilsam, hech kim majbur qilmasa, men mustdan foydalanaman va kuchli maslahat berganda ham foydalanaman mustdan. Masalan, you must read this book at school. Strong advice, ya'ni kuchli maslahat degani. Must va have to ni farqi. Must majbur bo'lish, have to tashqi ta'sir. Have to va have got to tashqi majburiyat. Boshqalar majbur qiladi, tashqi omillar sababli. Masalan, I have to write this letter because it's my job. Men bu xatni yozishim kerak chunki bu meni ishim. Xo'p, keling endi may va might haqida gaplashsak. May va might ehtimollik. Hozir yoki kelajakdagi ehtimol uchun. Misol, he may go to school tomorrow. U ertaga maktabga borsa kerak. Xo'p. Endi o'tgan zamonda ehtimollik. Masalan, he may have forgotten to turn them off. O'tgan zamonda bo'lishi mumkin, ammo bo'lmagan. Expert deduction maydan ko'p foydalanamiz. Misol, he may have been doing his homework. Ruxsat so'rashda ham ishlatamiz. Masalan, may I come in desak bo'ladi. Yoki might I deb mumkinmi deb so'raganimizda ishlatamiz. Would you mind if I? Qarshi emasmisiz? Yoki might rasmiy ma'noda. Umumiy have danlar haqida gaplashamiz endi. Umumlashtirish, ya'ni have dan formulasi va qo'llanishi. Needn't have dan shart emas edi, ammo qildim, afsus. I needn't have bought so much food. Ikkinchisi, must have done. Aniq bo'lgan ish, ya'ni kuchli taxmin. She must have forgotten my birthday. U meni tug'ilgan kunimni esidan chiqarib yuborgan. Keyingisi, might have done, balki qanaqadir, noaniq. He might have missed the bus. Should have done, qilishim kerak edi, ammo qilmadim. I should have studied more. Xulosa, have done shakllari o'tmishdagi taxminlar va pushaymonlik uchundir. Xo'p, keling endi shall haqida gaplashsak. Shall taklif berganda, maslahat berganda ishlatamiz. Shall qo'llanishi va farqi. Shall I, we bilan ishlatilinadi va ko'pincha taklif yoki maslahat berganda. Misol, shall we go to school? Keling maktabga boramiz. Yana bitta misol, shall I open the window? Derazani ochaymi? Ikkinchisi, rasmiy gaplarda ishlatilinadi va majburiy qoidalarda, ko'proq hujjatlarda. Masalan, students shall wear uniforms. O'quvchilar forma kiyishlari shart. Umumiy shall
nima va barcha xullas shellga oid narsalar. Shell qo'llanishi, formalari va qo'llanishi. Future ma'noda eski uslub. Hozir kam ishlatiladi, o'rniga will ishlatamiz. Masalan, I shall return. Rasmiy, men qaytaman. Qisqa eslab qolish taklif formasida keladi. Shall I yoki shall we bilan. Taklif formasi xullas shart, majbur. Umumiy xulosa shall ko'proq taklif va hujjatlardagi majburiyat uchun. Bunaqa foydali kontentlar uchun albatta obuna bo'ling, like bosing va